Aziz kitobxon, sizning hukmingizga sevimli yozuvchimiz Said Ahmadning Cho'l burguti kitobini tavsiya etamiz. O'zbek xalq yozuvchisi, O'zbekiston qahramoni Said Ahmadning ushbu to'plamida yozuvchining bir qator hikoyalari jamlangan. Bu hikoyalarda o'zbek xalqining mehnatsevarligi, sabr-toqati, cho'llarni obod qilishdagi jasorati va vatanga bo'lgan muhabbati yorqin ko'rsatib berilgan. Asar bosh qahramoni Rahimjon Burgut. U oddiygina qishloq yigiti, lekin hamma uni o't olov derdi. Burgut urushdan qaytgan kuni sevgan qizi Oynisa No'monjon degan boshqa bir yigitga turmushga chiqqanini eshitib, to'g'ri uning uyiga bostirib boradi va Oynisani qo'lidan yetaklab olib ketadi. No'monjon soddalik qilib zaks olmagani uchun hech narsa qila olmaydi. Bir necha kun Burgutni uyi yonida tentirab yuradi. Keyinchalik esa boshqa bir qizga uylanadi. Burgut oilali bo'lgach, kolxozda ishlay boshlaydi. O'sha yilidayoq kolxozda nom chiqarib, brigada boshlig'i bo'ladi. U o'ziga o'xshagan yigitlarni yig'ib, cho'llarni obod qiladi. Odam yursa oyog'i, qush uchsa qanoti kuyadigan cho'llarni sho'rini yuvib, paxtazorlar barpo etadi. Hikoyada No'monjon to'pponcha polvon, Hoji Muqon, Yog'och polvon kabi ishga ham, so'zda ham abjir, mehnatkash insonlar haqidagi voqealar tasvirlangan. Kitobdagi odam va bo'ron, bo'ston, yer uyg'ondi va boshqa hikoyalar ham aynan cho'l manzaralari va cho'llarni bo'ston qilgan insonlar haqidadir. Yozuvchi cho'lni qiyin sharoitida o'z mehnati va jasorati bilan dovruq qozongan insonlarni cho'l burgutlari deb nomlagan. Siz bu kitobni o'qir ekansiz, undagi qizg'in mehnatga yo'g'rilgan voqealar sizni qayta-qayta mutolaa qilishga chorlaydi. O'qing, biz tavsiya qilamiz.